Bu fantali keksni siz aniq tayyorlab ko'rmagansiz. Solinayotgan mahsulotlarni eslab qolish juda oson. Idishimizga 3 ta tuxumni va 1 stakan shakarni solib, vanilinni qo'shamiz. Oqarguncha mikserda ko'pirtirib olamiz. Tuxumli massa oqargandan keyin o'simlik yog'ini qo'shib yuboramiz. Har bir mahsulotni qo'shganimizdan keyin bir ro mikser qilib yuborishimiz kerak. Keksda apelsin hidi chiqib turishi uchun 1 qoshiq apelsin sidrasidan ham qo'shib yuboramiz. Bu keks uchun qaysi stakanda mahsulot solgan bo'lsanglar, o'sha stakanda 2,5 stakan un solish eng muhimi. Keksimiz yana ham ishib chiqishi uchun ichimlik sodasidan ham qo'shib yuboramiz. Un bir tekis bo'lib qumoqlar ketguncha mikser qilamiz. Keks qolipimizga margarin yoki sariyog' surtib olamiz. Keksni 180 gradusda oldindan qizdirilgan gaz pechiga 35 minutga yuboramiz. Mana vaqt o'tib, keks ham pishdi. Keksni ustini bezash xohishga qarab, men shakar upasi bilan bezadim. Tayyorlagan bu shirinligim sizga yoqqan bo'lsa, retseptini video ostida yozib qoldiraman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Videoni keks pishirganda o'xshata olmaydigan do'stingizga yuborib qo'ying.